Yevropada qanaqa qilib o'zbek bolani boshini aylantirib erga tegmaganim haqida aytib beraymi? Oh my god! Shu desanglar o'rtoqlar, biz ikkalamiz вообще boshqa davlatlarda yashaymiz. Ular Pragada, men esa Venada. Taqdir taqozosi bilan ikkalamiz bir kunda bitta shaharda bo'lib qoldik. Avstriya, Hallstatt. To'rimda kelayotgan bolani ko'rib, bittada toshkentlikligini bilganman, chunki uni ko'rdishim mana shunaqa edi. O'rtog'imga qarab, qara o'rta mash bola to'g'ri toshkentlik o'zbek desam, "Voy, qayerdan bilding? Men bu bolani taniyman, bu bola rostdan ham toshkentlik, Instagramiga podpisanman" deb Instagramini ko'rsatgan. Kirib bitta qarasam, Venada yashaydigan hamma qizlarga podpisanman, menga podpisanman emas. O'zi menga podpisanman bo'lib, meni storiesimga javob yozganlar. Podpisatsiya qilmaganimdan keyin отписка qilib tashlaganlar. Taqdir o'yini bu bilan tugamagan. Biz tepalikdan pastga qaytib tushayotganimizda ularga yana bir marta duch kelganmiz. Va men ularga qarab, "Assalomu alaykum" deb o'tib ketganman. Bu bola haqida umuman esimda yo'q va Instagramimga rasm videolarni qo'yishni boshlaganman. Vdruk yigitni guli yozyaptilar-yu, qalaysiz, menga mana shu videoni tashlab bera olasizmi? Yozishga boshqa bahona topolmabdi deb qarasam, videoda rostdan ham o'zi ko'rinib qolgandek qizlar. Yopishim bo'lsa, o'zlaricha gapni davom ettirish uchun sizlar hali ham Hallstattdanmisizlar deb yozganlar. Sovuqqina yo'q deb javob berganman. "Ismingiz Begimzadami?" deb yozganlar. "E'zoza" deganman. O'rtoqlaringizga salom aytib qo'ying deb yozganlar. Men esa hech narsa deb javob qaytarmaganman. Keyin nima bo'lgani sizga qiziqmi? Kommentariyada ikkinchi qism deb yozing.